Jani Radarining ishi yurishmagan ovchi nomli ertagi. Bir kuni ertalab onasi o'g'liga bunday debdi: Giuseppe, miltig'ingni olgin-u ovga borgin. Ertaga opang turmushga chiqyapti. U quyon go'shti solingan jo'xori bo'tqa pishirib bering deyapti. Giuseppe miltig'ini olib ovga ketibdi. U uydan chiqishi bilanoq quyonni ko'rib qolibdi. Quyon butalar orasidan chiqibdi-yu, dala tomonga o'qday uchib ketibdi. Giuseppe miltig'ini to'g'rilab, quyonni mo'ljalga olibdi-yu, tepkini bosibdi. Biroq miltig'i o'q otish o'rniga birdan tilga kirib, baq debdi-yu, o'qni ovchining oyog'i tagiga tashlabdi. Giuseppe hang-mang bo'lib hayron qolibdi. U o'qni qo'liga olib, bir oz aylantirib ko'ribdi. Keyin miltig'ni rosa sinchiklab ko'zdan kechiribdi. Qiziq, miltiqmisan miltiq, hech nuqsoni yo'q. Lekin qancha aylantirib ko'rmasin, o'q otish o'rniga qandaydir sho'x ovoz bilan baq deb qichqirib yuborgan o'sha miltiq-da. Axir kimdir miltiq ichiga yashirinib olishi mumkin emas-ku. Tavba, odamning xayoliga nimalar kelmaydi. Giuseppe har ehtimolga qarshi miltig'ini og'ziga qarabdi. Nima bo'lardi? Top-toza, hech kim va hech narsa yo'q. Onam endi nima deydi? O'ylabdi o'zicha Giuseppe. Quyon otib kelgin deb juda tayinlagandi-ya. Opamchi quyon go'shtli bo'tqani juda ham yegisi kelgandi. Giuseppe endi nima qilsam ekan deb o'ylab turganida yana o'sha quyon dik etib chiqib qolibdi. Faqat endi uning boshida shaffof to'r ro'mol bor emish. Ro'moliga rang-barang gullar qadalganmish. U yalinqirab boshini quyi solganicha bir qadam tashlarmish. Ana xolos debdi Giuseppe ichida. Axir bu urg'ochi quyon-ku, u ham nikohdan o'tgani ketyapti. Qoyil-ey, ha mayli, qirg'ovul otib olarman. U o'rmonga kiribdi. Sal yurib bunday qarasa, chindan ham so'qmoq yo'lda qirg'ovul o'rmalab kelayotgan emish. Sira ham hayiqmasmish. Qirg'ovullar ovning birinchi kuni hali miltig'i nimaligini bilishmaganida ana shunday bexavotir yurishgan ekan. Giuseppe yakkatoq miltig'ini shartta mo'ljalga to'g'rilabdi. Tepkisini bosibdi. Lekin miltiq o'q otmay, xuddi yog'och miltig'dan otgan boladay baq-baq deb qichqirib yuboribdi. O'q esa shunday silliqlik bilan naq chumolilar ustiga tushibdi. Chumolilar qo'rqib ketishib, darrov archalar tagiga yashirinib ketishibdi. "Iye, bu qiziq bo'ldi-ya", deb to'ng'illabdi Giuseppe jahli chiqib. "Unga quruq borsam, onam juda xursand bo'lsa kerak-a?" Qirg'ovul paq-paqni eshitib, shu zahoti butalar orasiga kirib ketibdi. Lekin yana biroz o'tmay qaytib chiqibdi. Bola bunday qarasa, u yana yolg'iz yo'lda turganmish. Endi u bir o'zi emas, yonida jo'jalari bor emish. Jo'jalari otasining ortidan tipir-tipir yurishar. Otasining panasida maza qilib o'ynayotganlardan juda xursandmish. Ularning orqasidan esa ona qirg'ovul chiqib kelibdi. U o'zida yo'q xursandmish. Go'yo hech nimadan hech narsa yo'q. Birinchi mukofotini olganday og'zi qulog'ida emish. "Ha, sen xursandsan", deb g'aldirabdi Giuseppe. "Senga mazza, allaqachon eriga tegib olgansan. Xo'sh, men onamga nima deyman? Endi kimni otaman?" U shunday debdi-yu, yana miltig'ini o'qlab atrofiga alanglabdi. Tovush chiqargan tirik jon yo'q emish. Faqat bir daraxt novdasida mayna o'tirgan emish. Ha deb hushtak chalib, go'yo "Qani otgin, qani meni otgin" deyotganday bo'larmish.
Giuseppe shartta tepkini bosibdi. Lekin miltiq bu gal ham otmay, xuddi o'g'ri qaroqchilarning rasmi bor kitobchani zavq bilan tomosha qilayotgan boladay bax deb qichqirib yuboribdi. U bax deb ketidan yana allaqanday g'alati bir ovoz chiqaribdi. Xuddi hir-hir qilib kulayotganday bo'libdi. O'zim biluvdim-a, debdi Giuseppe. Bugun miltiqlar otmaymiz deb g'alayon qilishganga o'xshaydi. Xo'sh, bugun oving qanday bo'ldi? Deb so'rabdi onasi undan. Uyiga qaytgach. Ha, onajon, buni qarang, go'shti ushib ketdi-yu, patlari qoldi. Bo'tqaga pat solib pishirilsa, shirin bo'ladimi, yo'qmi bilmadim.